Mana yot tushdi yana. Yangilik yomon akalar. Davay yopchik arabalar. Beli yo'q qanot ishkal olib ketib qolmaydimi? Qanot hozir ishkal oladi. Tepada qarab turib tortadigan bo'lsak buni hozir qanoti pishadi, kallasi ketadi. Hozir akamiz kuyapmiz. Yaptimi? Aka! Akalar, hozir mana gilamimiz yo'ldachimizlar ketdi. Biz bo'ldi. Mangalasingizda charchamasdan jonlasam reklama, jo'jan reklama. Mana jo'jalarimiz. Jo'joni ancha issiq. Ko'rishinglar mumkin, mana choy qaynaydigan darajada issiq. Issiq qaynab mazza qilib yuribdi jo'jalar mana. Ayağım tagiga ketgan. Hozir uni lampishasini Nima lampsha qo'yapsiz aka? normal bo'ladi. Normal bo'ladi. Nechta qoldi o'zamiz endi? Usta lampsha qo'yapti. Chaqnatib yubordiz. Buncha aylanib. Jo'jalar yurishini qaranglar, vashi. Sog'lom mana jini. Sog'lomgarchilik. Respublikani chiqaryapti endi bu jo'jalar. Voy yomon chiqaryapti. Bo'ldi. Mana jo'jalarimiz biron qilishinglar mumkin. Nima deysiz usta? Nelarni mana bu yerda ish qilyapti. Tun taraqa yuribdi mana jo'jalar. Maza qilib mana sog'lomligini bilsanglar ham bo'ladi. Chip. Mana öhöt. Jo'jalarga zakaz olamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarsa, nomerlarimizni qoldiradi. Mana jo'jalarimiz olib kelib turgan jo'jalarlar sotuvda 10 kunlik bo'lib bir xatarlikdan o'tdi. Xudo xolasa narxini 10 ming so'm narxga beryapmiz. Bu ertangi narxi. Uni uyog'iga narx oshib boradi, bilasizlar, kunma-kun rasxod qilinib boradi jo'jalarga. Shu akalar, kimga qora jo'jalar ana mana shuni singari rangli jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz ekran tagida bo'ladi, aloqa chiqarasizlar. Bir haftalikdan bir oylikgacha bo'lgan jo'jalar uchun zakaz olaveramiz akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana mana jo'jalar vashi sog'lom. Nechta sotdi aka? Ancha sotilib ketdi. Ancha sotilib ketdi. Har kuni sotuvga bo'lyapti-yu. Har kuni sotib bo'lyapti akalar. Spet qilib olinglar, sotilib ketyapti, bang'ira-bung'ir bo'lib. Jo'jalar sog'lom akalar. Nechta jo'ja berib yubordinglar endi bugun, xudo xolasa? Nechta jo'ja berib yubordinglar? Bugunning o'zida nechta dastlab ketdi? Akalar mana 200 ta jo'jamiz bugun ketdi. Qashqadaryoga ketdimi? Qashqadaryoga ketdi akalar. Zakaz beringlar. Gazini bosinglar, nomer orqali bron qilib qo'yinglar. Yot ketyapti akalar. O'qagan. Ot, qanoti ishkal bo'ladi, hozir yopsiz. Hozir tanitamiz. Nima qilish kerak-ku? Bitta kaptar bering nimaga qo'limga? Kaptarlarimiz yo'qmi? Tuyapti ular. Yo'q, qattiqlarni olmash kerak lekin. Yumshoqmasinmi? Hoppa. Mana shuni ko'rib o'tiribdi hali ham bu kaptarimiz akalar. Novayta. Jilmayapti-yu bu. Ama chiroyli katta narsa ekan akalar. Tezroq qilaylikmi? 200-300 millik kaptarmi, undan qimmatmi?
Давай jildi legi. Bo'ldi, давай. Bir, ikki, uch ketdi. Ketdi. Voy, onasini emzi. Akalar yopdi. Biznikilar mahalla o'tirgan ekanda tomda, shuning uchun. Pishiramayapti-yu. Achichu ketib qolmabdi. Bo'lmasa ketib yuboradi akalar. Chiroyli narsa ekan, tushiramiz, ko'ramiz. Akalar egasi chiqsa beriladi. Har doimiga. Ola kallasi teskari olib ketdi. Kallasi teskari olib ketdi, amaji. Kim kaptar edi bu? Bumi bu ertaman haydasa kech payt tushaman kapta. Bolasini olyapmiz akalar. Tashabbur. Akalar, Andijon qora jo'jalariga bir oylikgacha bo'lgan 250 ta, 300 taga bo'lgan habibni zakaz olamiz akalar. Tayyor zo'ri bor akalar. Tana ko'p bo'lgan, mol-mol chiqib qolgan. Sotuvda akalar. Narxini kelishamiz, optim habib oladigan odamlar bo'lsa. Aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarimiz ko'p qo'yamiz har doim. Haligi inon olamizmi bugun? Ha, hozir. Qattiqdan olamiz, qattiq uyi, qani kaptarni ko'ramiz akalar. Ana bu yerda dakanlarimiz akalar. Qattiq uyi dakanlar mana. Solib monta beraman deganlardan. Hozir film qilib turaman, ha. Qoni bitta ko'raylik, fintizni qoni. Tezlik. Necha sekundda tushirar ekan qoni. Akalar, og'alar, lak bosamiz. Lak. Bozorga bordim, ipini yangilab qo'ymayapman. Sigaretga to'g'ri yotib. Ipini. Nima sigaret qoni? Shaptining. Ketdi akalar, yo'lab tushiradi. Ketdi. Bismillah. Qo'lim besolaydi bu. Bachin ekan akalar. Lo'simi, teskari olib ketdi. Voy, onasini emzi. Qani hali ekan. Katta kaptar ekan, qimmat kaptar emasmi? Yomon ekan. Shunga kaptar. O'riklarimiz gullab. Kaptarchi. Juvona yo'q qo'yadi. Shug'uldan bu. Ha. Akalar. Tanonasi ekan bu. Anjan aka. Qani, men qarasang. Ya qarayim sozak. Voy buni. Qani, voy, bitta ko'radi men o'zim qiziqib ketyapman. Mana akalar. Anjan oq. Ondan. Sizga yoz ekan. Of. Jo'nadan chiqqan, yangi yechilibdi. O'ta ekan-a. Modaga o'xshayapti akalar, tashlaymiz ko'ramiz hozir, narx modalini. Biznikilar qani endi. Kirib ketgan, yo'q. Shikolar birasi ortda. Tambur qopdi. Hayda. Qani ko'rpamiz. Voy, yomon ekan. Mana akalar kaptar mana. Oq tushdi bu emas, oq tushadi emas. Hadi bolalar ekan kaptarlarimiz bor. Qatay qo'llab qo'ysin meni. Ustingizdan orz qilaman ey bola. Nechta jo'ja ketdi hozir? Asli necha videoga olib qo'yapmiz a? Akalar 200 ta jo'ja chiqardik. Xudo xohlasa yetib boradi. Yaradaganlarimiz. Bir yo'ldan chiroyli. ishlaymiz deyapmiz endi o'zimizcha. Hayotiy qisqa metrajli film ishlamoqchimiz akalar. O'zimizda bo'lgan. Hozir mana videodan keyin qo'yamiz. Xudo xohlasa imkon qadar harakat qilamiz. Hayotiy voqeani olib chiqishga. Necha minutda tushirib chiqarsiz? 6 minutda ekan. 3 minutda tushirib chiqarsiz, malali.
Aleyküm qiling. Assalomu alaykum qiling. Voy, shukrlar betlardan men pompaqani betlardan. Mana shu bola, mana shu bola. Men qarangchi, menga qarangchi. Men mana betlaringizni olib bang'alab ketibdi-ku, betlaringiz. Assalomu alaykum qo'ying. Qomadali, mana. Doim dadasini oldida faol mana bola. Qomadali. O'zi o'tirdi. Ketdi mana. Chaji. Shu, beribdi. Ana shu yerda qarab turibdi ekan. Mayaqabdi. Che qo'yar bu. Mana shikalatini. Men bo'l, tema yur ketdim mayaqqa. Ketdim. Dadani oldiga boring, dadaga beringmi uni? Mayaqqa o'ting. Qomadali yun cho'jaga. Qomadali. Ana mana tovuq qarasa qiziqadi. Keling, yuring ketdik Muhammadali. Ketdik, men qoldim. Qo'lingizni bering. Yo'q deyapti. Pulab shiyman deyapti. Mana shunaqa qilib yuradi mana shu bola. Ketdi mana. Xudo xolasa akalar. Keling, men yoqqa yuringchi. Yurasizmi? Akalar mana betonlarimiz ham quyilib bo'ldi. Fermamiz. Mini fermamiz. Xudo xolasa mana. Betonlar quyilib bo'ldi. Bu yerlar ham bo'lyapti, xudo xolasa. Sekin kuzatib borasizlar akalar. Cho'tki bo'lyapti, xudo xolasa. Akalar, to't ko'rib oldik. Qani? Ungachi? Qani, ko'rinmayapti mana ekan. To't qochib ketibdi akalar. Kim to'tsiga odam yurganga shekilga bu. Ha, ketdi. Voy, Yomon ketish ko'ra. Ketdi. Agar iloji yo'q ishlasdi. Suvni shildirayotgandi. Alaykum. Qani. Tutacağlar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Erik haydadi O'tadilar mana akalar. Nima deysizlar? Baho berib qo'yinglar. Anchadan beri 5 oydan beri mana shu yerdamizmi? Xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilib tartibli topshira olamiz akalar. Ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa imkon qadar shu go'zal qilib, tartibli qilib qaberlar akalar. Kimga bo'lsa asha nomerlarimiz ekranda bo'ladi. Aloqa chiqa olasizlar. Sagit bola. Qattiq ishlaymiz, qattiq. Yaxshilar. O dadil. Ketdi Aboy yopishtirish xizmatlarimiz akalar. Ozgina ham ma'lumot berib o'tamiz. Aboy yopishtirish xizmatlarimiz 35 ming so'mdan bo'lyapti. Obyomiga qarab, quruq aboyni o'zini yopishtirib berishimiz. Agar shpakilovkasi ichida bo'ladigan bo'lsa, 55 mingga to'g'ri qilinyapti akalar. Chiroyli qilib, kачественный qilib, kameramiz o'rniga o'tiramiz. Go'zal qilib. Ko'ra olasizlar, mana har bitta xonamizni mana operatorimiz go'zal qilib video qilib joylaydi mana. Hozir tortildi mana akalar. Bugunning o'zida Aboyga nima deysizlar? Aboy nima deyapti Aboy akalar? Aboy deyaptimi? Meni sev deyapti Aboy akalar. Menga tema bo'lyapti bu akalar. Ana, qor bola ham qo'shib berdi. Akalar mana nima o'tadi? Nima deyapti bu? Nima deysizlar? Patologlar o'tami? Xolasa nari katta zallarni ata-jintasini boshlaymiz. Kuzatib boringlar. Mana akalar. Akalar hali kuni qotib ketgan to'xtini shu oldik. Bundan oldin videosini ko'rdinglar, shu to'tmada bir kichik o'tdi. Yomg'ir oyatdi tasqarada. Sayar aka nechta bo'ldim? Ha. Sayar aka nechta bo'ldi? Shunday chiqsam, derazadan qarasam, bo'yimdan chicha balandroq joyda g'irillagancha uchib o'tib ketdi. Ne qarasam, o'sha anaqaga borib o'tirdi. Archaga borib, odam bo'yi yetagan darajada. Tushimda sekin borsam, tepaga o'rmalab chiqyapti, ucha olmayapti.
bitta savol. Qaranglar nasib qilgan akalar. Naraka. Naraka gap. Bizda ham 9 ta to'ti bor edi, hozir bilmay 21 tami bosib ketdi. Kasallik bo'lasizmi? Ha? Qo'shib olamiz soppa solmalik. Sabiy qo'shildi.